Janob Deji, ushbu suhbatga ishtirok etganingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Taklifingiz uchun rahmat. Albatta, biz hozir kompaniyamiz bosh direktori janob Ali bilan birgamiz. Bu meni Dangal nomli tarjimon. U meni hissiyotlarimni to'g'ridan-to'g'ri ifoda qilishimga yordam beradi. Avval qul bo'lganmisizlar? Uzr, bu masalada kechirasiz. Men savollarni beraman. Marhamat, davom eting. Nega siz bu kompaniyada ishlashni xohlaysiz? Ko'rib turganingizdek, men juda mehnatkash odamman va kompaniyangizga katta hissa qo'shishimga ishonaman. Va o'zing gapiraver. Pul uchun. Hammanda shu. Tushunarli. Xo'sh, siz yana ortiqcha ishlay olasizmi? Bu haqida gap ketganda, xo'sh, nima desam ekan? Men o'zi bo'ldi, gapir. Yo'q. Da shunaqa. Ko'ryapsanmi, qadimda Bush boshqacha edi. Yo'q, janob Ali, kechirasiz. Izdevotsa qilishyaptimi? Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. Men odamlarni ortiqcha ishlash haqida gapiryapman. Bu inson huquqlari degan narsa emas. Endi esa biz bitta odam o'rniga 2 kishini olyapmiz. Bu zo'r. 2 kishi bir narxda. Ular biz bilan qulluq muomalada bo'lishyapti. Ishni darhol boshlay olasizlarmi? Siz ikkingiz yaramas irqchi odamlarsiz. Men sudga arz qilaman. Tashqariga chiqamiz, keching. Janob, siz bunday gaplarni gapirganingiz bu juda ham xunuk ko'rinadi. Xo'sh, avvalo Roju bugun seni gapirish limiting tugadi. Endi esa burningni og'zingni ichiga tiqqanda ko'zingni qisib sekin stol tagidan chiqib ket. Qaytgancha tashqariga chiqasanda menga achchiqqina choy damlab kelasan, tushundingmi? Lekin choynak yo'q-ku. Topib kelgin. Janob, bitta choy, bitta shakar, ikkita limon, shundaymi? Mayli. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.